Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, bu videoga sizlarga men tariqai tayammumni omuzish bermoqchiman. Ba'zi joylar keladiki, suv topolmaysiz, suv yo'qdi. Yo suv bor, ammo ki havo ko'p sovuqdir. O'zingiz ham marizsiz, sihatingiz barobar emas. Agar o'sha suvga tahorat qilsangiz, mariz bo'lasiz. Yo suv bor bir jo'kadiki, o'rga dushman bor. Siz agar o'rga ko'rinsangiz, dushman sizni shoyat shikor qiladi, uradi. Yoki bir hayvoni daranda bor. Agar siz o'rga borsangiz, shoyatki domi hayvoni darandaga tushasiz. Pes badilnihoz siz tahorat qila olmadingiz. Vaqti namoz ham bo'libdi. Namozni qazo bo'lmog'iga hamki ijozat yo'qdi. Ro'yi hal nimada, qanday qilasiz? Tanho ro'yi hal shudiki, vus'at va firoxiki Alloh mutol bandalariga qo'yibdi, o'sha firoxlikdan, o'sha ne'matdan istifoda qiling. Nima ekan u ne'mati Parvardigorga siz istifoda qilsangiz, iborat tayammum. Joyki tahorat imkoni yo'q, siz o'rga tayammum qiling. Bu amri sobit, amri shar'idir. Tariqai tayammumni ham bu vazohat videoga sizga ko'rsatsam uchun nihoyat bir muhim narsadir. Qasd qiling. Qasd qilingki siz tayammum qilasiz. Masalan 4 rakat fariza ilohini ado qilasiz. Tayammumni bir dafa yuragingizga qasd qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Shuni qo'lingizni urasiz zaminga. Qaraysizki agar to'rpoq ko'p kelgan bo'lsa, qo'lingizni bir qaqing. Bir qoqdingiz, betingizga surting. Aslan quruq joy qolmasin. Dafaydum yana zarba uring zaminga. Ko'rasizki to'rpoq ko'proq kelibdi, qoqing. Pas bu martaba qo'lingizga mas qiling. Mukammal hech bir nuqtasi quruq qolmasin-da. Qo'lingizda hamma nuqtasiga boyat degan qo'lingiz yechsa. Amaliy tayammum tamom bo'ldi. Masalan siz mo'tarda chigasiz, bir masala judogona. Mo'tarda chigasizki o'rga to'rpoq ham yo'qdiki siz tayammum qilsangiz. Namoz vaqti bo'libdi. Mo'taram 580 to'xtamaydi yoki havo paymoga tayyorlanib chigasiz. Namoz vaqti bo'libdi, suv ham yo'q. Tahorat qila olmaysiz, o'rga sharoit barobar emas. Namozni qazo bo'lishligi ham ravo emas. O'rga ham shu tayammumdan istifoda qiling. Agar aytsangizki o'rga to'rpoq yo'qdi, tabanki o'sha chavqlarning joniga to'rpoq bor. Yo'q qadifayki sizga bor, yo'q koloyki badaningizga bor. Har bir narsani ustiga bir andak gardi g'ubor bo'lsa, siz qo'lingizni uring, zarba uring, tayammum qiling, tayammumingiz komilan durust bo'ladi. Bu mavridga bir masala degani ham yodingizga taylasam, masalan, siz tayammum qilib namoz o'qiyotdingiz. Nogahon bir odam suv keltirdi. Yo namozni o'qib bo'lmadingiz. Hali siz bu nima qilsangiz ki namozingizni buzib, tahorat qilib degan namoz o'qisangiz yoki o'sha tayammum bilan edama bersangiz. Bu bir masala ixtilofidir. Agar buzib tahorat qilib namozingizni o'qiysiz, ixtiyoringiz o'sha raqamsa edama berasiz ham, qaysi bir mushkuli jiddisi yo'qdi. Bir jo'kasiz agar suv topilishligiga gumoningiz ketadi. Shoyadamki suv topilsa, shoyadamki bir odam suv keltirsa, yo shoyadamki ketaversangiz suvni topasiz. O'shanday holatga siz ko'shish qiling. Ko'shish qiling. Harakat qiling, borib suvni toping. Yo muntazir bo'lingki, u odam sizga suvni ketirsin. To'ki namoz vaqti xalos bo'laversa, to o'sha vaqtgacha muntazir bo'ling. Agar hech gumoningiz yo'qki bir odam sizga suv ketiradi va hech gumoningiz yo'qki siz harakat qilgan bilan suvni topolmaysiz, namoz vaqtini keyinga taylamang. O'sha lahzada tayammum qiling, namozingizni o'qing. Alloh mutol sizni tayammumingizni inshaalloh qabul qiladi va namozingizni ham qabul qiladi. Birodarim, xoharim, namozni qazo qilishligi va hech unvon va hech holat va hech sharoit durust emas. Qat'an. Shu lehozdan
tahorati joyiga Alloh mutaol tayammumni bizlarga muboh qilgan. Ya'ni bizlar tayammum qilamiz va tayammumda zariyasi bilan namozimizni o'qiymiz.